Bugün 2025 yıl 14 may kunida Buxoro viloyatida Buxoro tumanlararo ma'muriy sudda mening G'ijduvon yo'lov servis mas'uliyati cheklangan jamiyati ishi yuzasidan arizamni ko'rib chiqishdi. Sudda sud raisi etuvchi Baxtiyor Samiyev va sudda prokuror Bobur Bobomurodovlar ishtirok etishdi. Arizalar bo'yicha bizlarning qilgan talabimiz G'ijduvon yo'lov servis MCJ tomonidan 1 gektar bo'lgan yer maydonidan 0,7 gektar yerlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun davlat xizmatlari orqali kadastrlar palatasiga murojaat qilgan kadastr palatasi davlat xizmatlari orqali 12 mart 2025 yilda rad javobini bergani holatini qonunga xilof deb topishini, kadastr palatasi Buxoro viloyat boshqarmasi G'ijduvon yo'lov servis MCJning mulk huquqini tasdiqlovchi 30 may 2025 yildagi 7093 sonli davlat orderiga asosan 1 gektarli yerlarni kadastr hujjatlarini rasmiylashtirib berish va davlat ro'yxatidan o'tkazish majburiyat yuklashini talab qilgandik. Sudda men qatnashdim. Men tomonidan Buxoro viloyat savdo san'at palatasi boshqarmasi yuristi Shuhrat Idiyev, mening himoyachim Nurdin aka Ashurov qatnashdilar. Sudda ariza bo'yicha muzokara davom etdi. Muzokarada Buxoro viloyat kadastr palatasi tomonidan yuristi ishtirok etdi. Muzokara davrida bizlarning arizamiz yuzasidan to'liq ma'lumot bergan bo'lsak-da, bizlar qanchalik yana shu arizaga qo'shimcha qilib asosli dalillar sud raisiga taqdim qilgan bo'lsak-da, ammo Buxoro viloyat kadastr palatasidan kelgan xodimlar faqat har galgidek sudda og'zaki bo'lmagur yolg'on gaplar bilan sudda ishtirok etishdi. Lekin sud raisiga va prokurorga Buxoro viloyat kadastr palatasi tomonidan biror bir hujjat taqdim etilmadi. Kadastr palatasi yuristi sudga bize bergan ariza temasidan gap bo'lmay, temadan tashqari gaplar bilan sudni yana chalg'itishga harakat qilishdi. Bu sud jarayonida bizlar tomonidan iltimosnomalar bildirildi va talablarimizni qondirish bo'yicha takliflar berildi. Birinchi, bu bize bergan taklif iltimosnomani sudda qatnashgan prokuror Bobur Bobomurodov rad etdi va uning rad etganligini sudya Baxtiyor Samiyev ham tasdiqlab turdi. Men bir narsaga tushunmay turibman. Chunki men tadbirkorman. Tadbirkorning mulkini, daxlsizligini ta'minlash, adolatli qaror qilish va shu nima deb ariza berdi deb to'liq ko'rib chiqish yo'inki prokuror savol berib qiziqish o'rniga taraflar tomonidan bo'lib turgan deb hisobladim. Chunki shu boshlanishidan ishlar buzilishi kadastr palatasi tomonidan bo'lganligi va shungacha sudgacha biza tayyorgarlik ko'rib, bir emas 3 marta xolisona qayta sayyor tashkil qilib qabulmi nima deydi, kelib boshqatdan o'lchovlar qilganimiz isboti bilan bizlar taqdim etdik sud raisiga. Hattoki o'shanga ham e'tibor qilishmadi. Chunki bilamizki O'zbekiston Respublikasi kadastr palatasi bu как vazirlik, bularning eng yuqori tashkiloti hisoblanadi. Ularning tekshirgan davomati va tutgan qarori ularnikidan yuqori hisoblanadi. Negadir sud raisi
va prokuror bu bizlar bergan asosiga qaramay Buxoro viloyat kadastr palatasining yuristini yanaki sud temasidan tashqari bo'lgan so'zlariga yoki sudga yana oldi qo'shdi qilganini biza yaqqol sezib turgan bo'lsak-da, ular shuni so'zini yana tasdiqlamoqchi bo'lishdi. Sudda Savdo sanoat palatasi yuristi Shuhrat Idiyev tomonidan juda qattiq muzokara olib borildi. Qolaversa, mening himoyachim ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan Nurdin aka Ashurov barcha fikrlarni aytdi. Sudda qattiq olishi desam bo'ladi yoki dalil isbotlar aytib ochiq e'tirof etildi. Va bizlar tomonidan yana aytildiki, talab qo'ydik. Ey birodar, shunchaki sudda kelibsiz. Bu so'z Buxoro viloyat kadastr palatasi vakiliga berildiki, siz shuncha gapni aytyapsiz, lekin shu gapingizga isbot bormi? Qaysi daftarda siz ro'yxatga olgansiz? Registr qani? Daftarga qayd etish ro'yxati qani? Ko'rsing deganda hech narsa ko'rsatolmadi. Demak, qarab tursak, sud raisi ajrim chiqarib, muzokaraga o'tib, shu bugunni o'ziga sudni qarorini chiqarib tugatmoqchi bo'ldi. Vot gap shu, endi aynan fikrimizni qizig'i qayerda? Qizig'i shundayki, yana bu sudlar buyurtma asosida bo'lyaptimi degan fikrdamiz. Chunki bu yerda tadbirkorning huquqi paymol bo'lyapti. Tadbirkor ariza bilan sudga murojaat qilyapti. Sud odilona ko'rib chiqib, baho berib, yakuni qarorga kelish kerak edi. Sud shuni istamayapti. Prokuror bilan birgalikka. Chunki prokuror faqat rad etish bilan avora sudda faqat telefon o'ynab turdi. Unga hech kim bu mazmunni unga tanbeh bermadi. Bizlar hammasini yaqqol ko'rib o'tiribmiz. Sud raisi ham negadir tezgina tugatishga harakat qildi. Yaxshiyamki bizlarning mening advokatim, yuristim uni suddagi prosesini to'liq bo'lmaganligi, sudda prosesda kamchiliklar borligi va aniqlanmagan holatlar ro'y berayotganligi va bularni yopib qaror chiqarishga qarshilik qilishdi va o'z fikrlarini bildirib, munosabatlarini bildirdi. Ajrim chiqarishiga yoki bayon chiqarishiga yoki boshqa holatlar bo'yicha kuchlik bahs davom etdi. Oxiri iloji bo'lmagandan keyin sudya bizlar so'radik, 10 kunga orqaga tashlab shu kamchiliklarni bartaraf qilib kelishni aytdik. Sud 10 kunga emas, 7 kunga, ya'ni 2025-yil 21-may obeddan keyin soat 2da sud prosesini o'tkazishga qaror qildi. Lekin bu qanchalik og'ir, qanchalik asab bilan bo'lganligini endi tasavvur qilish juda qiyin. Bitta pashmakunami? Ha. Mana shuncha onagaylar, milsalar hammasi zo'ramorlik bilan ana beri ishni qo'zg'ayaptilar, ish boshlayaptilar. Hammani traktorini bu. Ana bu ishlarni milsa xodimlarini olib kelgan bera. Milsa xodimlari bilan birgalikda ana shu ishlarni qilyapti. Ana hech kim gapiga quloq solmayapti bular. Ana milsalar ham bor shera. Hammalari bor. 4-5 ta milsalar bor. Milsalar ham bor bera. Hammasi bor. Hammasi bitta kishini bir tarafini olibdilar. Hammalari ana shera, milsalar, ana ichki ishlar xodimlari hammalari shera. Meni gapirishga qo'ymayaptilar. Hammalari nima qilyaptilar? Ana shuna hammalari. Siz ashi qo'shilmang. Ha, ana shu eshitganingiz. Eshitganingiz. Ana shular hammasidan yozib beraman, keyin ko'rasiz.
Ana shu men internetga chiqaraman. Ana zo'ramonlar pullari ko'p ekan bularni. Bular hokimni ham sotib olgan ekan, boshqalarni ham sotib olgan ekan, pullari ko'p ekan. Hokim bulardan pul olgan ekan, hech nima qila olmay ekan. O'sha uchun bular shu ishlarni qilar ekan. Iltimos o'rtoq prezidentimiz shularga qarshi bir jazo topishingizdan so'rayman. Xudodan qo'rqaman, xudodan qo'rqib gapiraman, xudodan qo'rqib gapiraman. Ana shu qo'rqib gapiraman shu gaplarni. Xudo tepamga bu xudodan qo'rqib gapiraman. Siz ham xudodan qo'rqing. Zamir opa. Men shunday xulosa qilamanki, bugungi sudni etgan sud raisi Baxtiyor Samiyev o'z vazifasiga noloyiqligini ma'lum ko'rsatibdi. Chunki u sudya, lekin sudyalik nima deydi buni? Sudyalik nimasi yo'q. O'zini bilmi yo'q. Shu ishni qanday yechishni bilmay turibdi. Prokuror bo'lsa, taraflar tomon bilib turibdi. Men hayronman. Bunaqa bizlarga sudga qatnashadigan prokuror nima kerak? Bunaqa adolatsiz ishlar bo'lib turibdi sudlarda. Bunga kim javob beradi? Hurmatli Baxtiyor Jahongirovich, siz yuqoridagi aytilgan gaplarga quloq soling. E'tibor qiling, chunki tadbirkor, ya'ni G'ijduvon yo'lov servis MCJ rahbari G'ayrat A'zamov 6 yildan beri shu masalada qiynalib yuribdi. Ushbu masalaga ravshanlik kirgizishga, aniqlik kirgizishga, odilona qaror topishga harakat qildik. Chunki bu ishlarning tepasida hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning qarorlari turibdi. U ham sudga taqdim etildi. Qolaversa Vazirlar Mahkamasi tomonidan chiqarilgan farmonlar, qarorlar sudga taqdim etildi. Juda ko'p ta'sirchan, asosli, chuqur ma'noli hujjatlar sudga taqdim etildi. Shu narsalar bo'la turib, Buxoro viloyat kadastr palatasi xodimlari tomonidan hech qanaqa hujjat sudga taqdim etilmadi. Faqat og'zaki gap bo'ldi. Men xafaman. Chunki ishimiz oldin ketmayapti. Shu sudlar ham yana o'ylaymanki buyurtma asosida bo'lyaptimi? Chunki oldingi sudlar ham ana shu aynan kadastr palatasi xodimlarining yolg'on sudda so'zlashuvi, ularga hech kim e'tibor qilmasligi yoki ular himoya qilib turganda bilib ko'zda ko'rinyapti. Albatta yerga kelganda bitta savol tug'iladi. Tadbirkorning 1 gektar yeri 70 sotog'i turibdi ana. Qayerga ketyapti? Nimaga birovlarga sotilgandek qilinyapti? Chunki korxonadan rozilik olinmagan, o'sha berilayotgan yerlar auksionda qo'yilmagan, tuman hokimligi tomonidan zaxiraga olinmagan. Haligacha meni bo'ynimda turganligi, men shu yillik, oylik, kvartallik shu yer, mulk yuzasidan soliqlar bevosita muntazam to'lab kelayotganligim, korxonada qolaversa 60 dan ortiq ishchi ishlab kelayotganligi, qolaversa hurmatli prezidentimizni kuni kecha har tez muzokaralari kambag'alchilikni qisqartirish, tadbirkorga keng yo'l ochib berish vazifalarini bu rahbarlarga tayinlatgan bo'lsa ham, bular yana panja atrofiga qarab bizlarni huquqimizni paymon qilishyapti. Nahotki haqiqat bo'lmasa, nahotki adolat bo'lmasa, nahotki hukumat qonun qarorlar bo'lsa mulk daxlsizligiga, sud jarayoniga qolaversa, tadbirkorni sharoitiga qarab ish tutish qonunga belgilangan bo'lsa, nega bular yana buyurtma asosida ishlashyapti? Hali yana bilmaymizki, erta keladigan 2025-yildagi 21-mayda bo'lib o'tadigan sud prosesimiz qanday bo'lyapti? Bular malakaviy nimaga ega emas. Bularni bir amaliyottori bo'lmagan sudyalarni. Bu sudyalar xuddi shu choyxonaga o'tirganda bu insonlarni tingladi. Tadbirkorning talabi qolib ketib, da'vogarning arizasi qolib ketib, qarshi tomon kadastr palatasining gapini ma'qullab turishibdi. Yana bitta savol tug'iladi. Xo'p, tadbirkorning 1 gektar yeri bordi. 70 sotuq haqida gap ketyapti. 70 sotuq qani? Chunki bu yerning 1 sotuq o'zi qancha turadi?
Demak, shunda xulosa qilish kerakki, bu ishni boshida korrupsiya turibdi degan fikrdaman. Chunki bu yerlar kimlardir orqali, kimlardir harakati bilan qilingan. Men yana sudda o'sha Buxoro viloyat kadastr palatasidan qatnashgan yuristga aytib berdim. U kishi muqaddam bundan bir 3 yil oldin ham sudda qatnashgandi. Ana shunday sudlarda yolg'on fikrlar bilan sudyalarni chalg'itgandi. Shu gapni ham men sudyaga aytib berdim. Sudya hattoki shuni ham chaqmadi. Chunki hozir ham shu Buxoro kadastr palatasi yuristi kelgandi. Mana shu fuqaro Botir Huseynovga bergan 5 yulduzlik hokim qarori bilan gasilsa quriladi degan joylari haqiqatda o'shanda bo'lmay turibdi-ku. Bu yerda gasilsa emas, 2 qavat ko'tarilgan, lekin chala bino pastki etajini magazin qilib quryapti. Nega bu qarorga xilof, qonunga xilof? Sudyaning qarori qayerga qoldi? Hukumatning qarori qayerga qoldi? Bu sudyalarni adolatsiz chiqarayotgan qarorlari qayerdan kelib chiqyapti? Bularni zamirida nima turibdi? Demak, yana ham korrupsiyaga kelib taqaladi. 6 yildan beri umidvor bo'lib yurman. Chunki men tadbirkorman. Ish qo'libdan ko'chgan. İnsanlar yovuzlashib ketyapti. İnsoniyat, masalan, bir xil korxonalar bor. Masalan, shu kadastr palatasi degan korxona juda bularning qing'ir ishlari juda ko'p. Chunki buni aytgan bilan ifoda eta olmaymiz, ko'p vaqt kerak bo'ladi. Men kutamanki, Xudo insof bersin bunga. Hammasiga ham, sudyaga ham insof bersin. Prokurorlik agar shunaqa bo'lsa, keyingi sudga qatnashmagani ma'qul. Chunki bunaqa bizga tadbirkorni quloq soladigan, arizamizni quloq soladigan, taraf bo'lib turadigan odam kerak emas bizlarga. Bizlarga adolat istaymiz. Bizlarning arizamizni qoniqtirilishiga, tadbirkorlikni davom ettirishimizga, korxonani tugatilmasligiga, kambag'alchilikga qarshi ishlamasliklariga sud raislari yo'l qo'ymasligini xohlayman. Chunki yo'limni yopib qo'yganlar. Kirish berilgan bu fuqaro Botir Huseynovga berilgan bino gasilsa deb berilgan bo'lsa, haqiqatan gasilsa emasligini aytib berdim. U magazin tipida qurilyapti, lekin qizig'i shundaki, shu binoga kirish yo'li ham yo'q va avtomobillarni to'xtash joyi ham yo'q. Men hayronman. Adolat ishlab qolaman. Qani haqiqat? Qani hurmatli prezidentimizning farmonlari, qarorlarini kuchga kirishi? Bizlar juda u kishi tomonidan chiqarilgan qonun va qarorlarni hurmat bilan baholaymiz. Chunki u kishining qabul qilgan xalqimiz uchun, tadbirkorlar uchun har bir qabul qilgan qarorlari bizlar uchun qonun faxrlanamiz. Xudo umrlarini bersin prezidentimizni. Hurmatli prezidentimiz ham eshitsalaydi. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlasinlar. Bunaqangi sudlarga noqonuniy harakatlarga chek qo'yilishini talab qilib qolaman. Qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev